So'nggi yillarda yurtimizda barcha yo'nalishlar qatori bojxona tizimida ham ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kuni kecha Xiva shahrida O'zbekiston-Turkiya qo'shma bojxona kengashining 5-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda ikki davlat hamkorligini yangi bosqichga olib chiquvchi bir qator kelishuvlar imzolandi. O'tgan 7 yilni oladigan bo'lsak, mamlakatimizning Turkiya bilan tovarlar tashqi savdo aylanmasi 35% ga oshdi. O'zbekiston-Turkiya bojxona kengashining 5-yig'ilishida ham bu raqamlarni yanada oshirish asosiy e'tibor markazida bo'ldi. Bir Özbekistan'da, bir Türkiye'de karşılıklı olarak her yıl bir araya geliyoruz. Bugungi muzokaralarda biz kundalik faoliyatimizga oid bo'lgan asosiy masalalarni muhokama qildik. Xususan, har ikki mamlakatning ham sharq-g'arb savdosida umumiy nuqtada joylashgani sababli davlatlarimiz bu savdo qanday qilib ko'proq foyda olishi mumkinligi, bojxona idoralarining bunda hissasi qanday bo'lishi mumkinligi haqida fikr almashdik. Shuningdek, mamlakatimizda ham savdoni oshirishga intilar ekanmiz. Ayni paytda bu imkoniyatlardan noqonuniy foydalanmoqchi bo'lgan shaxslarga to'siq qo'yishimiz kerak. Bojxonalarda qanday himoya usullari qo'llanilishi mumkinligi bo'yicha tajriba almashmoqchimiz. Muzokaralarda har ikki davlat vakili tizimni yanada rivojlantirib, hamkorlikni kengaytirish bo'yicha o'zaro takliflar bildirdi. Turkiyada 2019-yilda joriy etilgan eksportda qog'ozsiz bojxona loyihasi savdodagi firibgarlik holatlarini kamaytirishda juda yaxshi samara bermoqda. Yig'ilishda QR kodli deklaratsiyalarni verifikatsiya qilishda ularni ochib ko'rishni yo'lga qo'yish taklifi bildirildi. Bugungi kengashni yana bir afzalligi shunda vakolatli iqtisodiy operatorlarni o'zaro tan olish masalasi. Bojxonada mana 2020-yildan beri vakolatli iqtisodiy operatorlarimiz bor, ya'ni o'sha tadbirkorlar shu maqomni qo'lga kiritsa, bojxonada ularga ma'lum bir qulayliklar, imtiyozlar taqdim etiladi. Ayni shu qulayliklar, imtiyozlarni Turkiyaning vakolatli iqtisodiy operatorlariga ham O'zbekistonda tatbiq etish masalasi ko'rilyapti. Bildirilgan taklif va mulohazalar so'ngida o'zaro kelishuvlar imzolandi. Shuningdek, mehmonlar kunning ikkinchi qismida Xiva gilam kombinati mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lishdi. Bundan tashqari Xivaning tarixiy maskanlariga ham sayohat qilishdi. Shahnoza Qalandarova, Sultonmurod Jabborov, Xorazmdan.